Alloh taolam Robbul alamin degan sifat kelib o'tadi. Robbul alamin degandan bilinadi. Alloh taolam Robb. Robb degan nima degan? Robb degan bir narsani aqrin tarbiyalag'ini aytadi. Barimiz Robbul alamin deymiz. Alhamdulillahi Robbil alamin deymiz. Jalpı dunyoning barlig'ini Alloh taolam ne boshqarib turadi. Barlig'ini Robbisi Alloh. Allah subhanahu wa ta'ala. Şunun için Rabbul alamin degende bilindi. Rabbul alamin, Rabb degan sifatni olib kelganda, Rabb ne qiladi? Bir narsani bir zamatda emas, aqrin borib o'sha nesiga kamolini yetkazadi. To'liq yetkazadi. O'shuning uchun Alloh subhanahu wa ta'ala bu yerda ne qildi? Osmon, yerni ne 6 kunda aqrin jahat berdi. Demek bu dunyoda valdar yashowda bir narsa bir zamatda bo'lmaydi. Ta'lim beradi bizga. Dunyoning jaralashidan bizga ta'lim berib o'tadi. Bu asta bo'ladigan narsa. Asta borib o'sha dengilga yetadi. Bir zamatda bir deb dem solib qo'ysalar, o'zgarib qolmaysiz. Ağa vaqt kerak. Barib anan sen o'sha dengilga kamolga yetasan degan so'z. Bir zamatda qiladi degan narsa yo'q. Tushunarmi? Sallal hayk rakatayn yantazir vahiy degan bor. Desinglarmi arablar aytadi, 2 rakat namoz o'qib qo'ylar, osmonda qara vahiy kutgandir bor deydi. Qanday bo'lmaydi? Sen avliya bo'lsangdag'in aqrin bor bo'lasan. Tushunarmi? Bir kamalga yetishsangdag'in dunyoviy kamal, diniy kamal, aqrin shay'an bor betasin. Alloh subhanahu wa ta'ala shuning uchun osmon, yerni ne qildi? Yaratdi, aqrinni bilan yaratdi. Bo'lmasam Alloh taolam to'liq qudratli zot, iza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bas bo'l desa, bo'ladi.